أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالقدوب والأسآل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد الرمال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد النساء والرجال. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar. Bugun izzat va sharaf uchun o'qiladigan duolar va sehrni buzuvchi oyatlardan e'tiboringizga taqdim etamiz inshaalloh, Alloh qodir qilganicha. Bismillahirrohmanirrohim. Tuizzu man tasha va tuzillu man tasha'u qad ja'alallohu li kulli shay'in qadra. Xohlagan kishini aziz qudratli qilursan va xohlagan kishingni xor etursan. Ali Imron surasi 26-oyat. Alloh barcha narsa uchun miqdor, me'yor va muddati tayin qilib qo'ygandir. Taloq surasi 3-oyat. Izzat va sharaf Allohdandir. Alloh qadr-qiymat bermagan banda odamlarning ko'rsatgan hurmat ehtiromlari qabr eshigiga qadar bo'ladi. Shuning uchun Alloh xohlaganini ustun va xohlaganini zalil qiladi. O'lchov uning qo'lida, qadr uning qudratidandir. Kimki Allohdan ham dunyoda va oxiratda qadr qimmat istasa, yuqoridagi oyatlarni o'qisin va Robbiga yukinsin. Bu izzat hurmat topish uchun o'qiladigan oyatlardan biri edi. Xudo xohlasa shu farz namozlardan keyin mana shu duoni 7 marotaba yo 3 marotaba o'qib duo qilib qo'ysangiz, Allohim taolo sizni izzatingizni, sharafingizni yuksaltiradi Xudo xohlasa. Ulkan sehrlarni ham buzish uchun o'qiladigan oyat. Vala yuflihu sahiru haysu ata min sharri nafassati fil uqad. Sehrgar qayerda bo'lmasin niyatiga yetolmas, zafar topmas. Toha surasi 69-oyat. Tugunlarga dam soluvchi folchilarning yomonligidan tong Robbisidan panoh so'rayman. Falaq surasi 4-oyat. Sehr qilish katta gunoh sanaladi. Bu amalni qiluvchilarning oqibati husnrondir. Sog'lom odamni to'shakka mixlab qo'yish yoki uni telba holiga keltirish naqadar katta jinoyat. Sehrni inkor qilish to'g'ri emas, chunki sehr haqida Qur'onda bir necha oyati ilohiy bor. Hazrati Muso davrida va ulardan keyingi davrlarda turli xil sehrlar qilingan. Qur'on bulardan xabar beradi va payg'ambarimizga sehr qilganlarning yomonligidan, o'zidan panoh so'rash lozimligini bildirmoqda. Alloh taolo bizlarni sehrgarlar yomonligidan o'z panohida asrasin. Amin. Har farz namozlardan keyin 7 marotaba yo 11 marotaba shu oyatlarni o'qib tursangiz, xohlang Allohdan izzat, sharaf so'rang, uni beradi Allohim. Xohlang har qanday sehrni buzilishini so'rang, yo'q bo'lishini so'rang, Allohim unda ham yordam beradi. Shuning uchun hammamiz Allohga intilaylik, Allohga yukinaylik, Allohga ishonaylik. Hamma taqdirimizni Allohga topshirib, Allohdan so'rashda davom etaylik. Inshaalloh bizlarni har birimizni, sizlarni ham, bizlarni ham hammamizni sehrgarlarning sehridan, yomonlarning yomonligidan, olamning yomonligidan, odamning yomonligidan, insi jinlarning yomonligidan Allohim taoloning o'zi asrasin. Uyimizga tinchlik, xotirjamlik, qut barakotlar, yaxshiliklar yog'dirsin. Bemorlarimizga shifo bersin, go'daklarimiz rahmini o'zi yesin, qariyalarimizni ham iymon, insofini joyida qilsin. Inshaalloh taolo yaxshilikda ko'rishguncha. Sizlardan yana bitta iltimosim, har bir o'qishni boshlarkansizlar yo 2 rakat nafl namozi o'qinglar, undan keyin boshlanglar yoki farz namozlardan keyin boshlanglar. Shu o'qishlari keyin boshida Allohumma inni as'aluka 100 marotaba, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad 100 marotaba, astag'firulloh 100 marotaba. Shu zikrlarni o'qimasdan hech qachon duo qila ko'rmanglar. Chunki osmon eshiklarini ochuvchi birinchi Allohga bo'ladigan zikr, keyin salovat karima. Ana shularni o'qib
keyin orqasidan ham xuddi shu 100 marotaba Allohumma inni as'aluka 100 marotaba astag'firulloh 100 marotaba Allohumma solli ala sayyidina Muhammad desangiz, Allohim barcha tilaklaringizni joyida beradi inshaalloh taolo. Shuni unutmang.